Ay ayrılgan ihyaydu bilingen Allah bilingen birgeyem dur can Cimin beşkil için imkan fakat akil Vay ikil bilem pendur İgem yorayi abi Ay ölmeydigan kim var ya Assalamu alaikum Erik TV'nin aziz görünmelleri. Bugünkü Hayat Şahitler programımızga hoş geldinglar. Bugünkü programımızda Kazakistan'ın Yarkent nahiyyesi yaşap turayotgan Uyghur şairlerimizden Nurahmet Ahmet efendimni sizlerge tanıştırıp ötümüz. Diqqatinglar ekranda bolsun. Nurahmet Ahmet degan bo'laman. Shoirman. Vatanniki Kichik Mazodiya yesidan chiqqan 62-yili. O yillari vayronchilik bo'lib ketgan bizning yurtlarda. O yillarda bizni hech kim oymagan o chog'lar. Shu qaqshab yurib mashaq chiqqan. Undan keyin Sovet o'g'risilar bu Xitoy cho'shqining orasidagi bir do'stlik nimasi bo'lib, Tashkentga o'qish qilsam, aqamni qo'g'lab yurib universitetga o'qishga tushirib olgan bular. Men shuni o'qigan. Eng asosiy maqsadim nima? Vatan. Buni hozir 60ni ochdim, buni oymayman, buni mashkamchil deyman. Şu vatan to'g'riliq yozgan mana she'rim bor. Vatanim, men seni oltinliq tog'lardan ko'rdim. Seni yana juyulmagan ra'no gullik bog'lardan ko'rdim. Men seni oltin vatanim, vatansiz yurgan musofirlarning ko'ngliki dog'lardan ko'rdim deb she'r yozdim. Yana bir şey, ömrüm meniki vatan haqida yozaman. Vatan haqida yozganim uchun men vatanimga kiramaydigan o'zim hukm chiqarib olgandek turmanda. Sen ulug'san, sen ulug' ana vatanim. Sen nurluqsan, sen nurluq ana vatanim. Men seninle ketkashga bunu dünyada ömrüm boyu men xorluq ana vatanim. Yendim desem bo'ldi. Seni deb o'tga kirdim, sen yo'q. Seni deb suvga kirdim, men yo'q. Men endi qanday qilay azizim, bu dunyoda beshing tosh qurg'un, men yo'q. Men vatan ko'yinib, o'lib ketmagan, meni mavzdonchilar yaxshi ko'rmaydi, meni hech kim yaxshi ko'rmaydi. Men dunyoda bir g'arib musofirman. Gapni mana tugatsak, qanchalik programmaga loyiq keldi, uni Alloh bilan, biroq aytadiganim ana shu. İradem şu. Ve bir kelgende tunji qitim nimeler bilan oldimizga nime ishlar chiqdi, bularni biraz so'zlab bergan bo'lsin. Uçaklarda ben balı vaqtida keldim, 11 yaşdan oshganda. O aqarsini bilmay chiqib qoldim. Keyin Toshkentda o'qidim, boyqa degandek, Xitoylar o'risining soyasi bir-birisiga qarama-qarshi bo'luvdi. Va dunyo mosh keldi dedim, bu hech nimaga yaramaydigan gapkanda bu. Bu vatanniki ishqi vatanning muhabbati boshqa gap keldi. Men uni hech yerda nim qilmayman. Kirib boqmadingiz vatanga? Bir ish qitim kirganda qildim, qanoat hosil qilmadim. Nimalarni ko'rdingiz kirib? Nima kirma? Xitoyning ses tovarni yelkama-yel ko'tarib olganlarni ko'rdim, o'zimning vatandoshlarini. Onun bilan o qat tugmaydi. O qat emasda. Undan keyin yana bir nima sezgan yerim.
Hazır bizde 12 muqamni Uyg'urcha naqsh kasetlarni millionlab chiqaryapti. Qur'on Karimni 100 minglab Bejindan chiqaryapti. Uyg'urlar ashnolar yuson degan siyosat bu. Uyg'urlarni dap Süneynin, Kaneynin ademi milleti qilmoqchi bizni. Texnika, mono taraqqiyot bizda yo'q bu. Shularni o'ylasam, ishqilib ufkam bayqa bu periodachang chiqsa bayqa. Aytilgan so'zim yo'q. Qozog'istonga kelgandan keyin siyosiy faoliyatchilardan kimlarni ko'rdingiz, kimlarga qayil bo'ldingiz? Yo'q. Kelib ketganlardan, hech kim ishlamidimi bu yerda? Bu yerda Mandaqovkam Qozog'iston o'z davlatligini oldi. Biz hammamiz xo'shal bo'ldik bunga. Elimi xo'shalmiz. O'zimiz beshimizni o'nglamay turib, haqniki nimasiga baho berdigan haqqimiz yo'q. Uyg'urlarni otmanda, masalan, Ziyosamediya, Shirvoydi, G'ani Boturlar bular bilan bir suhbatlashish fursatimiz bo'lmadi. Bular qanday? Hammasiga aralashdim, hammasi so'zlab beraman. Ömür millatning taqdirlari o'tdi. Kerak bo'lgan bo'lsa, Yusufbek Muxlis degan odamimiz 50 yil mashaq chiqdi, o'lib ketkicha 90 yillargacha. To'y to'kinga aralashmay o'tdi. Men musafir, men qarilikdagi millatning vakiliman deb. Buni nima desa bu? Sen degandek tushunmay qilyapti. Degandek tushunishlik bo'lmayotgan o'xshaydi mening so'zim. Nurg'un ilmiy, adabiy asarlarni yozdi. Yazgıda faqatlaşı millat taqdiri, millatga bo'lgan ko'rinishlar yozdi. Mümkün ba'zi bir asarlari, masalan, mana nima bo'yicha tovandu, biroq ko'rinib o'tdi. Yana boshqa Ziyo Samadi ömrünün oxirigacha shu Xitoy degan millatga kelishmasliklar qaqshab turib kitoblarni yozdi. Asarlari keldigan yili yetmoqchi 100 yillik bo'ldi. Mana bolasi Rizakam qizg'on qildim. Rizaka bu siz qanday odamsizlar bu? Bu xalq yozuvchisi, Qozog'istonning xalq yozuvchisi bu. Bu 100 yıllık en bo'lmagan bir 4-5 tomliq kitobni chiqarsanglar bo'lmamdi deb ranjidim. Astanaga borman, andaqmlar edim. Yerkatda bir nimasi yo'q. Odam bo'lmaydigan bir ko'chaga Ziyosamadi ko'chasi deb nomini berib qo'ydi. Buni qanday kelishik bo'ldi? Bu bir millatniki, buni Muxtar Avezov, G'abit Musrif, Sabit Muqalplar Qozog'niki ulug' yozuvchilari e'tirof qilgan odam dedi. Biz o'zimiz shuni qadriga yetmayapmiz. Men shuni ko'ydiman. Milliy da'voda bu yerdagi da'vo qildim deyotganlarning qilmaganlardan ularni eg'izga elish hojasiz. Qildim deyotganlardan nima talab qilsiz, nima ish qilishni talab qilsiz. Shu o'tirda siyosat o'ynayotganlarni yurt teshidagi, yoki Qozog'istondagi. Yo'q, men undaq nimalarni qilmayman. Masalan, Uyg'ur millatining vakiliman deb ko'rinayotganlar, shuningga vakillik darajasi emas, saviyasi to'g'ri. Ularning ko'tarayotgan masalasi yarashmagan gap bu. Yarashmagan gap. Masalan, men she'r yozdimmi? Men she'r yozaman, men shu xalqimga vakolatlik qildim. Men she'r yozib, shu she'rim orqali nimaga ilishsam, bir
mukofot alsam desem o mening shoirligim yo'q-da u. Şiir kitaplarınız var mı? Ba. İsmi neymi o kitaplarının? Derdin bilan yaşayman degan bir kitobim bor. Derdin bilan yaşayman. Bu faqatla shu xalqimning derdi bilan yozilgan she'rlar. Uni sana ukam beramayman. Sen men chegarani o'tib ketkicha, erkakdan chiqib ketkicha balaringga men qamay deyman. Qaysi tilda tarqatildi bu kitap? Uyg'urcha. Qanday yazıp ya Latince? Ya bu shu Kiril. Bu Kiril tilini faqat Qozog'istonda o'qiy oladi. Ha, boshqa qayerga borsa, bizning vatan Avrupa, Amerika, Arabiston, Türkiye bu yerda nurg'un Uyg'urlarimiz bor. Endi qanday qilamiz? Yaqinda mana nima chiqdi? Mahira xonim degan bir hikoyamiz Uyg'ur ovozi chiqdi. Nima mazmun so'zini bir so'zlab turing. Tozimi taftishlab ketding-ku, oqibat yaxshimi bu gapniki? Qilgan narsa xalq taqtayli. Chunki bu yerdagilarning teklif qilyapti bu narsa. Bayra xonim deb ashaqdan Shinjongniki hozirgi rasmiy nomi shundaq-ku Shinjongda. İctimai Fanlar Akademiyasining 2 vakil chiqdi. Chiqib mash harakatda endi shu yurtda bir so'rim bo'ldi, ziyofat oldu degandek. Shu yerda Mayra xonim degan ajoyib esil, ajoyib bir yiqilliq. Men o Mayra xonimni buni nim bilan o'ylab chiqardim. Xiyolimdan o'ylab chiqardim buni. Mayra xonimni shundaq xiyoldan chiqardim, uzam oshningga sarg'anib qoldi. Uzam sarg'anib qoldi. Asli o Mayra xonimni ko'rmagan, bo'lmagan, mumkin bordi, mumkin yo'qdi. Men shu Uyg'ur millatining ashuna bir vakili orqali bizning xonim qizlarimizning aqlliqligini, donishmandligini ko'rsatmoqchi bo'ldim. Mumkin o meni qo'limda deganda kamigandi. Har holda shunga tirishdim. Mening ukam bu sizlarni nima qilmayman men. Har holda ranjishimmi yo'q. Shunda bir zamonda to'lib qoldik, shunda bir zamonda umr kechdik. Bu bizga Allohniki peshonimizga yozg'ini shudu deyman. Ba'zi bir og'illarim meni islom dini bo'lmagan bo'lsa biz mustaqillik ketardik dedi. Ba'zida o'ylayman, yig'layman shuni. Ba'zida o'ylab yig'layman shuni. Haqiqatan shundaqdi deyman. Biz irodani yo'qotib qo'ydik. Biz milliy g'ururni yo'qotib qo'ydik. G'o'jilar nima qilyapti bizni? Bu so'zlarim albatta nimaga yoqmaydigan. Qaynab ketaman, amalim yo'q. Xudoyimning yaxshi kunlari bor bizga. Aman bo'laylar o'cha. Va palaga kutmaganda muhojir bo'ldim. Bu so'g'andagi ishtek musofir bo'ldim. Musulmondim vatanda oxir oqibat e'tiborsiz, qadrsiz bir kofir bo'ldim deb she'r yozgan. Men o'zimni kofirga chiqarayotgan vatanniki dedim. Ta jannatni qag'allarga aman qilsin. Allohu akbar. Aziz qarindoshlar, shuning bilan bugungi Hayot shohidlar programmamiz mushada yig'lashdi. Xayr xo'sh, kelar qitimliq sonimizni ko'rishaylik.